Targetni o'rganishingiz uchun 3 ta sabab va boshlash uchun 3 ta instrumentni bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Siz targetni o'rgansangiz, birinchi navbatda erkin grafikda ishlashga o'rganasiz. Siz o'zingiz xohlagan joyingizda, xohlagan davlatingizda, xohlagan lokatsiyangizda bemalol ishlash imkoniyatingiz bor. Ikkinchisi bu moliyaviy erkinlik. Siz o'zingizning moliyaviy erkinligingizga ega bo'lasiz va moliyaviy foydavorligingizni qura olasiz. Uchinchisi, sizda qanaqadir biznes bo'ladigan bo'lsa, siz target orqali biznesingizni rivojlantirib, sotuvlaringizni 2x dan 10x gacha oshirish imkoniyatingiz bo'ladi. Targetni o'rganishdan oldin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 3 ta narsa. Birinchisi bu maqsadingizni aniq qo'ya oling. Siz o'zingizni bu sohada ko'ra olasizmi, yo'qmi, shu narsani aniqlashtirib olishingiz kerak. Ikkinchisi, albatta notebook kerak bo'ladi. Bu sohani notebooksiz o'rganib bo'lmaydi. Uchinchisi, albatta to'g'ri ustoz tanlash. Siz ustozni to'g'ri tanlashingiz kerak. U ustozingiz qadriyatlimi, o'zining qadriyatlari bormi? Agar siz mana shu instrumentlardan foydalanib, mana shu maslahatlarga amal qiladigan bo'lsangiz, xudo xolisa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi ustoz tanlashda ham, targetni o'rganishingizda ham. Bundan-da qiziqroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun profilga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.